Assalomu alaykum YouTube a'lo chorrani obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorra ishqibozlari. Xudo mollarimiz serob, mana ko'rsanglar bo'ladi. Shved so'raganga shved, oddiy qoramol so'raganga qoramol, hammasidan bor. Xudo xolasa, kimga qanaqa mollar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa qilib dastavkasi bilan yetkazib beramiz. Onlayn savdolarimiz bo'lyapti. Kimda-kim uyida ustida gaplashaman desa, bemalol kelaversin. Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Shahrixonda lokatsiyalarni tashlab beramiz. Aloqaga chiqishaveradi. Xudo xolasa 5 oylikdan 8 oylikgacha bo'g'ozlarimiz bor. Bir bosh novosimiz bor. Ikki bosh sigirimiz bor. Bittasi bolasi novoz, bittasi xunaj. Mana bu xunajincha. Mana bu yerdagi sigirimiz bolasi. Xudo xolasa videoni ko'rib turganlar akalar obuna bo'lib tursanglar, jonli efirda kech paytda bo'sh vaqt bo'larga qo'yib beramiz. Buning uchun obuna bo'lib ketinglar. 50 ta obunachi bo'lish kerak ekan. Shuning uchun video qilyapman. Mana mollarni ko'ryapsizlar, sifatlarga o'shim gap bo'lishi mumkin emas. O'zimizdan olib, boqib, foydalanaman, pul yurishtiraman degan aka-ukalarimizga, firmalarga tarqatib berib, Instagram orqali, YouTube orqali sotamiz. Mana o'zimiz kanalni ochib qo'yganmiz. Kimga yoqib bo'lsa, rizq qaytdan ko'tarilsa sotilaveradi. Mana shunaqa chotki chiroyli bo'g'ozlarimizdan qilib yetkazib beraveramiz. Obuna bo'lib ketsanglar, 50 ta obunachi bo'lsa, jonli efirda ham chiqarib beramiz. Mana shu kanalga kirib ko'rsanglar, har kuni video joylayapmiz. Xudo xolasa, bo'g'ozlarimiz, bo'g'oz shvedlarimiz bor. Mana bularimiz yangi kelgan. Mana ularimiz ham yangi partiyadan keldi. Bular bor edi, mana unimiz ham yangi keldi. Buni ham qo'yganimiz yo'q. Mana shunimiz ham 9 oylik bo'g'oz 28 million so'mga beraveramiz. Uchinchisiga. Bo'ylari 1.30. Ozgina o'tqarib dehqonni mol. 28 million so'mga yaqinda tug'adigan bir oy Norvegisda bo'g'oz. Mana molimiz yangi kelgan, ma'lumotni berib o'tib ketaman. Buni kecha qo'yib bergandik. Mana bu 7 oydan o'tgan bo'g'oz. Birinchisiga bo'ylari 1.30. Kichish, ikkita kurak chiqargan, 2 yashar endi bo'lyapti degani. Buni 35 million so'm ozgina xayri bor. Kelishtirib dastavkalarni qilib beramiz. Onlayn savdolarni qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kelib ustida gaplashsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, kallalari, tumshuqlari chiroyli, go'zal mol. Mana bu shved bo'g'ozimiz ham kelgan. Bunimizni ham 8 oylik bo'g'ozga olaverasizlar. Bir oy Norvegisda tug'ib beradi. Ikkinchisiga yo uchinchisiga. Tishlari 8-chilarini endi chiqaryapti. Tutaylari mana. Katta. Maza qiladigan yaxshi sigir bo'ladi, xudo xolasa. Chandirlari. Bunimizni 32 million so'mga beraveramiz. Bemalol bo'ylari 1.25, aloqaga chiqsanglar kelishtirib, narxlarda kelishilgan narxlarda yetkazib beraveramiz. Xudo xolasa, mollarimiz yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa, bekami ko'z chiroyli, yaxshi mollar sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Mollarimiz yeb-ichlari hamma yo'g'iga, sog'ligiga bir hafta garantiyasini beramiz. Mollar hammasi xudo xolasa zo'r mollar. Molimiz ham juda go'zal mol. Ana sizlarga ko'rsatgan 35 millionlik xonajimiz kallalari. Juda go'zal mol. Mana shvedimiz bor, bunimiz bor. Mana bu yangi kelgan 8 oylik degani. Bitta qarab qo'ying. Bu ham go'zal mol. 8 oylik mana 32 million so'mga olinglar. Xolos tug'ib bersa 10-15 ta sut beradigan yaxshi sigir bo'ladi. Taychandiri borda yaxshi tay soladi. Mana shved bo'g'ozimiz bor. 28 million so'mga beramiz. 5 oylik bo'g'oz. Mana bu yerda mana ular 28 million so'mdan. 7 oyga 6 oy. Qora 6 oy, mana o'si 7 oy. Mana novosimiz bor. Kimga yoqsa 35 million so'mga beraveramiz. 500 kilodan atrofda, bo'ylari 1.35. Jonivor. O'zimiz boqyapmiz, endi qiziqqanga sotaveramiz. Mollarni ko'ryapsizlar. Mollar sifatlariga gap bo'lishi mumkin emas. Serob mollar. Kimga yoqsa aloqaga chiqarsin. Iloji bo'lsa obuna bo'lib ketinglar. Sizlardan iltimos qilamiz. Jonli efirga chiqishimiz kerak. 50 ta obunachi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mana bu yerda shved bolasi bor, shved bolasi bor. Sigirimiz bor. Mana jonivor
10 tadan oshiq sut beryapti. Kimga yoqsa, buni 38 million so'mga beramiz. Qo'ylari 125, 10 ta sut beradi. Bolasi novoz. Turgingizni ham ko'rsatib turamiz. Turing. Voy. Chö. Mana. Jonivor shved tug'ib bergan. 2 oylik o'g'il, mana turishlarini ko'ryapsizlar. Bu joning sog'ligi o'zi ham 20 millionlik buqacha. Enavoli mana 38 million so'm. Bolasi buqa, kami ham bor, kelishsa bo'ladi. 10 ta sut beradi, 10 tadan ham ko'p, 10 taga olaverasizlar. Xohlasa zo'r sifatdagi mol. Hammanglarga e'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, yetkazgan vaqtinglarga rozi bo'lasizlar. Yoqsa ekranda mollarimiz kimga yoqsa, ma'lumotlari, narxlari ekranda nomlariga aloqa qilib bo'laveradi.